Matiz avtomobilida gidravlika, ya'ni rulda og'ir bo'lib qolishi, buni 3 ta sababi bor. Men sizga bu sabablarni birma-bir aytib o'taman. Siz bu videoni ko'rishda davom etib turing. Rul qotib qolishining birinchi sababi salon vtulka, ya'ni salon ichida turadigan ruloviy korpusning ichida turadigan vtulka. Bu vtulka havoni issig'iga va motorda issig'i salonda ichida yig'ilgani hisobiga bu vtulka ishib ketib, o'qni qisib qoladi. Shuning uchun rullari og'ir bo'lib qoladi. Rulingizni og'ir bo'lib qolishini ikkinchi sababini aytgunimcha, siz videoga bitta like bosib, albatta profilga obuna bo'lib qo'ying. Chunki obuna bo'lmasdan bizni siz ko'proq kuzatyapsiz ekan. Buning ikkinchi sababi bo'lsa, rulovoy vtulkasida, ya'ni Matizlarda avtomobilida ruli tirqilab qoladi. Buni ko'pchilik usta akalarimiz ichiga plastmassa vtulka qilinadi tokir tomonidan. Va ana shu tokir tomonidan qilingan vtulka issiqqa ishgani hisobiga rulovoyni o'qida qisib qolib, mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin, hech qanday aylanish, hech qanday xot yo'qolib qoladi. Shuning hisobiga sizni avtomobilingizda rulingiz og'ir bo'lib qoladi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni sahnaga olib qo'ying va Matizning ruli og'ir degan do'stlaringga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta bizni kuzatishda davom etib turing. Siz uchun albatta foydali ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz.